Bugun sizlar bilan qaytib sotib olmaydigan produktlarimni obzorini qilamiz. Anchagina narsa yig'ilib qolgan. Bilaman nimadan boshlashni. Lux Visage Skin Evolution Foundation. BB krem emas, CC krem emas. Aynan tonalkamush. Yana o'zicha blur effekt beradi, matoviy qilib beradi deb yozgan. Конечно. Agar yuzingiz idealniy, super bo'lsa, balki sizlarga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin meni yuzim problemli bo'lgani uchun menga umuman от слова вообще to'g'ri kelmadi. Chunki boshida unda sponj bilan surganinglardan keyin такой idealniy blur effektcha bo'lib turadi-da. 1 soatdan emas, yarim soatdan keyin уже yig'ilib erisha boshlaydi. Так что Lux Visage, до свидания. Ikkinchi narsa, mana bunaqa lip tint, ya'ni labingizga surganingizdan keyin, artib tashlaganingizdan keyin как будто бы естественный effekt berib turadigan mana shunaqa lip tint. Birinchisidan chereshnyani hidini beraman deb qanaqadir benzinni hidini qilib qo'yishgan, hidi ужасный. Da fake olib qo'yibsiz deyishdan oldin men ham buni bunaqa plombirованный yopiq holatda olganman, так что bu darajada lo'q emasman. Хотя кто знает. Umuman dolgo turmaydi, сразу 15 minutdan keyin yo'q bo'lib ketadi. Bilmadim buni logikasi nimada. До свидания. Uchinchi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, menimcha mana shu tonalka bo'la qolsin. Bu tonalkani yomon deya olmayman, na samom деле. Bu Maybelline mana bunaqa L'Oreal'li mana bunaqa Infallible degan tonalkasi matoviy. Buni vaqtida juda ham sevib ishlatganman. Chunki aytib o'tganimda yuzim problemli bo'lgani uchun matoviy effekt problemli yuzga zo'r yopib beradi. Men buni o'zim vaqtida sevib maza qilib ishlatganman. Недавно ishlatib ko'rdim. Afsuski, уже menga to'g'ri kelmas ekan. Слишком плотный, слишком qanaqadir og'ir konsistensiyasi, поэтому boshqa qaytib sotib olmayman. Produkt на самом деле хороший, просто menga уже to'g'ri kelmaydi. Так что до свидания. Так, o'z sizlarga qiziq bo'lyaptimi? Menimcha juda ham ko'p narsani ko'rsatib yubordim, поэтому agar shunaqa videolar sizlarga yoqsa, kommentlarda plus belgisini yozib qoldiring. Shunaqa ko'proq video olishga harakat qilaman, chunki men qaytib sotib olmaydigan va qaytib sotib oladigan produktlarim juda ham ko'p. Yangi videolarni o'tkazib bormaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha